Aka yaxshimi? Yaxshi, men keldim. Mana burunqi Sardar restoranining oldida. Eshikdan kirib, binodan kirib, sol qo'lga bo'rilib, deb chiqib 4-qavatga. Bo'ldi, ma'qul. Chiqqanda ko'rishaylik. Bo'ldi. Mana bu şey şu. Voy, aka, qanday ahvolingiz? Oxir tez qoldim. Voy, bir qulaylikka olsankan bu endi. Şu asan. Kechiring. Mehmonlik qilib qo'ygan. Voy, qanday Kebrajon yaxshimi? 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 Voy, Mahmudjon, qanday ahvolingiz yaxshimi? Uzun bo'ldi kerak. Ondan Mahmudjon bosh rejissor bo'lgan bo'lsa, Mahmudjon uzun yillardan beri pishqan rejissor. Hurmatimiz bor Mahmudjonga. Lekin Kebrjondek mana sizlar birliklar necha vaqtdan beri ko'ringanlarimiz hurmat bildirib kelayotgan pishqan san'atkorlar qadam tashlabdi. Ko'ringan mayirlar sifatida chiqqan bo'lsa bu qitim haqiqiy san'atkorlar sahnaga qadam bosib, bu qitim programma o'zgacha uslub bilan chiqar ekan-da Mahmudjon. Mayirlardan boshqa safalık eski sanatlarını biz alaylı talep kılıp, teklif kılıp Bunun üstüne vaktim Necatkan bilen işkanını körüpla hem burun körep kilovatımız hem küldür programımızın yakış çıkmatıdır. Lakin bu vaktim işkanını körüyendekin bu programma burun işlemi atkan meşretteyimiz, sanat geçirdiğimiz şunun okşaş mükemmel pishqon yaxshi bir programmaga aylangan bo'ldi deb tushundim ham. Qanaqam? Yaxshimi? Aka, yaxshi ustoz. Tayyorlab qo'ytamlar. Tayyorlab qo'yib siz topshirgan vazifalarni korxonchilarningki ismliki. Maqatimda mana tutganda ma 4-qara kuldir programmasi var. Ikkimiz yangidan kirdik hisobda. Yangidan kelgan bo'ldik. Bizmi ifodamizni yaxshi qilib alanı aldık çanıp kalmayla. Sen kaç çanıp kalmaysan? Yakında siz özünüz bir kolluk terbiyelep çıkan sanatkarlı biz. Rahmat. Hem de ma 4-qara kuldir programmasi var. Bopta men chiqib bir o'zimizning bir xizmatimni ko'rsatlay deganiga rahmat fikam. Hozir xo'sh bo'ldi. Kim chiqib tursa, Mehmatjon Ro'zay chiqib tursa. Cheksiz xo'sh. Rahmat aka, rahmat. Ma'no tayyorlik buni yaxshi bo'ldi-da. Yaxshi tayyorlab qo'ysizlar. Biz hem birlikte ma'lum takım yaxshi chiqishiga tirishaylik. Rahmat ish qilib ishlar yaxshi bo'layotganda o'zimiz Marhabanlıqda bizim sanatkor ustozlarimiz şu Mehmet Çafkam bo'lsa texnik yaxshiroq qildi deb o'ylab meni o'ylab mishaga taklifimizdan bir xush bo'ldim. Hammamda bu takım bar kuchim bilan ish qilib qo'limdan kelishicha aqasinglarning yetakchiligida mush programmadagi xizmatimni cho'qim yaxshi joriy qildirishga tirishim. Kimdan alamet ketibdi. Chunki mirosdan emasmi? Gap qanday qiladi? Ishma. Yamancha batat oldim vaqtida shu yerda haqiqatan mejab oldi. Muziklik teatrida deysiz. Lekin bak yaxshi chiqdi. Rahmat aka. Rasmiy men ko'rdim, men shuni ta'sirlandim. Shuna yaxshi chiqdi. Bo'lib bak kuchapsizlar. Juda yakul birdan parangiz. Birsi hem daha Nahmadan'ı ben ko'rdim. Hayajonlandim. Hem de muş yaş kelganda, lekin sizning eng pishqan, eng tavlanga voyaga yetgan yeri bu o'ynaydi. Lekin endi bir ta'siri yosh vaqtida tortib o'ynagandan haqiqatan ta'sir to'playdi endi. Lekin mushlarni bu nat yaxshi o'ynabsa, ko'rib ham sahnaga chiqarsa, bir san'at, asli shu obrazning asli katta emas mumkin. Hasan vaqt uzra ketgan, men qilamay qoldim. Mübarek olsun hem bugün görevde bana bak yapıştı. Capatat'tan. Hem de şunun ulapla hazırlandı bak küldürüm ki. Ya dördüncü kararım ağzına capatat olan buldum. Bunu için yana sen kollap geldin ama gerçekten de birinci kararım olsun. Şuna kıyınçı vaklarda kollap geldi. Şuna vaktlarını çıkarıp. Yaxşılamak geldi ama dördüncü kararlar. Hem de ben bir koşulup kaldım ben buna pensiye çıkmadım için. Koşuluğunun ben yaxşı oldu. Ama çıkınlar kamera çıktı taraftan çıkınlar boz gitmem. Ben ama tecrübem yok.
Yaxshi bo'lib turadi ishlar. Ya endi seni Qalmuratning, Jur'atning, o'ta Jumalning to'rtinglarni ishada bağlıqçı otarmaqlarcha bu ishga haqning bo'lgan ishonch uchun programma ishonchda yaxshi oshirib o'tdi. Maqatimlar qilib yavonimiz tayyorlik qildi bolalar. Bu qatimlar qo'llar ma'lum bir yaxshi ma'nolarni bu bilan yaxshi bir program bo'lib qoldi emasmi? Shuning uchun hamda bir şey japatatdan ayrim bir çay qo'yib, japatat tatgan ahvolini bir al so'ray desak, bek aldirashgan safkasi. Masalan, ben telefon urishdan qo'rqmayman. Voy, unda qilsam 10 qitim bo'lsam 9 qitim ulanmagan ekan. Bu jukan meni ammagan siz bir ko'nglim yerim bo'lib qoldi deb ayboldi keyin. Men ba'zi olsa amina gap bu vaqtda shu xizmat jarayonida bo'lib qolsam kerak bo'lmasa. Ya shu. Bizning ishimizning bu 10 yil birga 11 yil bir udul-mudul qo'shilib o'tadi. Bolalarimiz birga cho'ng bo'ldi. San'atda shu 93-94-yildan boshlab hamkorligimiz boshlandi. Bu shunday endi sizlar ekranda sizlar tonildinglar, sizlarning isl asarlaringiz orqali men kechilikni yaxshilab oldim. O'shana bo'lib kelgan endi. Tariximizning bugungi yaxshi baholarim mana shu bizga tegishli yo'q. Nima qilganda ashimishliklar juda rag'bat bo'ldi, rahmat. Menimcha bizning mavjud bir sonlarni aytib sarxil chiqdi. Chunki bu sahnada qanday turish, qanday gap qilish, hammasi sendan o'rgangan emas. Sen yo'q ustozimiz. Cho'qim yaxshi o'qib ketadi. Rahmat seni yaxshi. Qalmurat. Oy. Endi mana 4-qarar kuldur programmasiga men nayet sharaf bilan o'zimni nayet xo'sh. Men qatnashdim. Qo'shuninglarga arama qatnashdim. Biz bu shunda xo'sh aka. Sening rejissyorligingda tavlangan biz. Sen tayyorlab tarbiyalagan ustozlarimizdan birisi. Biz sen bilan birga ustozlik sahnasida o'rtog'imizdan shunda faxrlanamiz, qo'shilamiz. Hamda izchil turda mayli hammamiz hamda o'rtaq tirishib gullantirish uchun shunda xalqimizga ma'naviy zo'q ato qilishimiz uchun tirishyapsizlar. Sizlarning butun asarlaringizni biz ko'rdik, xalqimiz ko'rdi. Shuning bilan chochlarimiz misol azlab qoldi. Shu jafo mushaqqatlar. Ammo kuldirni sizlar qo'llab kelayotganlarga kuchlanishdi. 3-qarar tugagan, 4-qararni olmoqchiman biz hozir. Yanıla qo'llab davomli Abdulla Ashkinlar kelib, endi idoraviy qiyinchiliklar bo'lsa shuni bir yengib kelib, qatnashmaganlarni yaxshi bo'ldi. Tomoshabinlar uchun, xalqimiz uchun men rahmat aytaman. Biz ham masanda bo'lsa, hammamiz o'rtaq tirishib, kuchab masanda bir yaxshiroq chiqarsak. Tamam. Lekin chaqchaqlar keltirayotmanman, chaqchaqlar. Gapni qiladi, men chaqchaq. Og'zim kelmaydi, shaxsan mening og'zim kelmaydi, nijotga chaqchaq qilishga. Endi masanda biz bunday qilmaylikda. Javli qilish jiqroq bo'lgan o'xshaydi. Buningdan sizlar tajribali bo'lgan ekan, sizlar jiqroq gapni qilishlar. Men hamda sal xulosa xarakterlik bilan gapni qilaman. Ishqinlarlikda qilib chaqchaq qilib, o'zaroq mansab yaxshilikqa o'xshaydi. Faqatmi cho'qim yaxshi bo'ldi deb ishonaman. Cho'qim yaxshi bo'ldi. Yaxshi bir hamkorlik ishlayapmiz. Bo'ldi aka, rahmat. Endi faqatmi o'zi bilan ko'rishdi. Mana aytganda maxsus ishlarni o'rganishlar uchun maxsus berib sizlarni taklif qilganlar o'zlari ba'zi qo'shimcha ishlar bor. Nima uchun bunaqa bizning shu o'z chaqchaqlarni tarixdan tortib bizning xalqimizning vazinisini bir muhim bir turi bo'lib, xalqimizni so'shal qilib, kuldirib, ruhlantirib kelgan muhim bir turi. Vakil xarakterli. Sizlar hozir bunga varis qilib, bizni qo'shqirdak desam tamom qilsin desa, xalqimizni rozi qilib, xalqimizni qo'sh qilib, sammanga shu mamlakat varisi bo'lishlar qo'llab kelib, qizg'in qatnashib ishtirok qilib, qo'shildi. Rahmat aytamiz. Sizga rahmat aytamiz. Siz bir umr yosh hayotimizni tarixga uzun san'atchilarga atab xalqimiz xas degan jasarlar bilan sizni xalqni hurmatlaymiz. Sizlar mayli chaqchaq
Yani şu küçük beylikler, vazikalıklı yerler, çok fazla. Evet. Evet. Kapı. Ma mikrofon takını. Ya bu yaman çarçıp kettin mi sen bunda? Ya hazır uykum şehir ki ettigen şehir kupat gelmiş şimdi. Küldür sensiz yan duruşçu da işte değil mi? He. Amanığımı nadi yaxşı kuş verdinler. 2018 yıldan başlap tanışıp olduğunu hazırlıcı. 10 neçe yıl ketdi ha? Ben taktık bile etken söz var ki. Saklanıp da. Bir gecelik çıkıp taktık kaldım da. Lekin yaxşı sen hem söz oyundu mu? Özenge xas bir bayrakni götürüp özenge xas bir uslub yaratdı ya. Anandan keyin onundan başqasi hozir bu naqsh aytishda bo'lsin, gitar chalishda o'ziga rasmiy o'zigacha bir yo'lni tutdim ham gitarchilik. Sen gitarni o'zimizniki milliy sazlar bo'ysundirib. Maqatim yana chaqib kishilarni hayron qoldirgan bir ish bo'ldi-da. Sizlar 4 bir tuqqan, 4 agina tang chiqib gitarchilar. Bu resmi sahnani to'xtatib turadinglar. Adodim menimcha shu taqalgandagi program taqalgandagi bu xalq ammasi buningga birsi ana voyda bir cho'ng bir iliqi bir xabar olib turdi. Xalqni hayron qildi. Voy buning uyida bayram emas ekan, u o'z yolg'iz taqib qo'yganida saqbal inlardi nechilarga emas bu. Yaxshi bo'ldi bu. Yaxshi-da, bu yaxshi. Yaxshi fursat bo'ldi. O'tganda deganda aşı Qalmurat bilan chiqishim. Darhol ma endi bilan ishim. Balaning vaqtini chiqarib kelayligini pek yaxshi bo'ldi-da. Ma nimeniki javlaning deyishcha, ama suyning balaning deyishcha, sening bu tag'anlab ekan-ku. Ha, rishkam tag'an. Agar endi mushqatimga tan salomat yermagan bo'lsa, birga kelgan bo'lsa, o'chaqda. Onun bir saniye alıp kala. Ten selametini bilse. Onu bulurlar. Rahmet akarakam. Yaxşı geldin var. Yaxşı. Küldür programımızda kelip bizni qo'llab kelganinglarga rahmat. Yaqubjon, sen bu endi xira ta'sir doirang kamri tonilgan mashhur chaqchaqchi emas. O'sha G'o'zida aşağı atrofda emas, cho'qim bütün Şinjanga taqdim xalqimizni kuydirganға o'shada tirishimiz kerak. Vaqtni tushunamiz. Sinfimiz qolib kelganlarga yo'lchilar ko'mak kelganlar. Rahmat juma. Davom etishimiz va bunda boshqa kim yo'qmasini biz ziyorat qilaylik. Hangıma köpten köp rahmet. Şu sanat sahasındaki her millet halkımızdaki yaxşı hizmet kılvatsa hemimiz halkımız yaxşı görmez. Aynen yaxşılar. Tanışan hakikaten yaxşı olsun. Sen şuna bak. Aynen yaxşı olsun. Hatırcan bulaydı. Hemimiz tam yaşayalım var. Yo'da. Ustoz. Qanday qildi? Yaxshi. Medik ishlar qanday bo'lyapti? Bu yerlik ishlar shu akalarimiz pishyapti. Biroq paramashib, qizlarga bu yerdan qizdodi. Mao Küldür programmasiga sen mendan burun qatnashgan. Bunaqa. Hamda uningdan burunmi? Küldür programmasiga sen qatnashding burunmi? Tonilib bo'lgan sen xalq ichida. Lekin hamda Küldür programmasi sening yana bir qatim parlashingga, yana bir qatim yukselishingga zo'r hamda rol o'ynadi bu safar. Maqatim hamda ma'varqi ikkinchi maydon Küldür'ün şöbe maydoniga riyosatchi bo'lib yana bir qatim xizmat ko'rsatsa, uning ustiga biz Küldür programmasininki nomerlarini tanlaymiz, san'atkorni tanlaymizda bir mezgil bilmangdir ha. G'o'ljiga bilib börtlarga vardik, bankumur pishanga vardik, nima? Bu jarayonlarda fikrlarni o'rtoqlashdik. Sen bu tirishchan, senin bilim dairen meniki mükemmel. Tamam. Küldür'ün kalbi yaxshi bo'lishga, yaxshi chiqishiga sen bu
tirishchiligini ko'rsatgan epizod tushmadim sen. Sizni gapirdi ustoz. Buni hamda ko'rinmalar ko'rsatib asan bo'lgan bilan bir kun o'tirgan kelgan. Bizim bir yerden sizler yarattığı paranın şimdi durup bu net sanatçıya durup yaparlarsanız hem başlayla vereyim sorular ve bayağı ustalar olup yaparlar da ustalar şeye çıkanlar yapar bir şeyler bir işe ana Şunamda hemimiz xalq uchun xalqqa bir yaxshi badiiy asarlarni yetkazish uchun sunish uchun xalqni kuldirib xalqni bir turmushini bir ma'naviy turmushni betish uchun tirishchilik ko'rsatdik qo'y. To'g'ri. Buni yana davomlashtirishimiz ha? Davomlashtirishmi, ma'qulmi? Rahmat. Aman, Yaxshida. aman ekanmi? Tinchlik bilan ma'qul ekan. Akşam kelganman. Mana 3 kun bo'ldimi? Men akşam oldim ovoz bo'ldi. Nima? Ma'vamda bizniki Kültür programmasining 4-bo'lakka sizlar shu tekliflasasan, hammamiz tekliflasak keldingiz. Siz endi tarixdan tortib bo'libmi yaqinlaringiz o'zingizni unda xosligingiz bilan mayli o'zingiz bir qilgan yangilik bo'lsin, ikki qitim yangilik qotanda bir xilda o'yinchilik qilib hem bundan keyin yana xatim qilmoqchi plamba mush bosqichdan oldirash vaqtimizda mana bizning kültür programmamizni qo'llab keldingiz. Aldı bilan o'zimiz vakolatdan ham guruh dualarga rahmat aytaman. Sizning chiqsangiz mana kültürniki mana kayfiyatga mayli dansijatni siz deganda siz aslida bizning shu mashina 10 yildan boshlab o'tkazgan ishni 16 yildan boshlab kelgansiz. Bizning uzun qo'llab rejissyorlik qildik. Sizlar sizning naqaydan ketganingizda muvaffaqiyat bo'ldi. Buning ustiga mashraf degan o'ynab ketdi. Buning ustiga siz bizga xotanda rahbarlab ishladingiz. Bizning ko'nglimizni aytdingiz. Sizlar vaqt qo'llaymiz ekan. Buni bizni cho'ng bilib, bu programmaga aytib yaxshi qiz bo'lsa, dang'iz ko'tardi deb o'ylagan bo'lsangiz, en yakınlaştığım şu programımız. Mahbub. Can desem tınımda, yar desem yanımda. Canım desem tınımda sen, yarım desem yanımda sen. Gün hayatım sinanılan, görmez küzüm başkını. Ayalımdın başkını görmedi küzüm. Çırağım sen, mağa yanğan, bəxt kuşum, beşim qaqınğan. Çırağım sen, mağa yanğan, bəxt kuşum, beşim qaqınğan. Hoş avazlık bulbul misali, ayalım sen, her yerdir kaçan yanımda sen, ayalım bak. Otumda hem suyumda, nakşa isam kümde. Omda hem çümde sen, nakşa isam kümde sen. Gül hayatım seni bulan, görmez küzüm başkını. Ayalımdın başkını görmez küzüm. Çırağım sen, mağa yanğan, bəxt kuşum, beşim qaqınğan. Çırağım sen, mağa yanğan, bəxt kuşum, beşim qaqınğan. Hoş avazlık bulbul misali, ayalım sen, her yerde kaçan yanımda sen, ayalım bak.
ketdi mendin xorliklar, yolumdaki tarliklar, yitlep yürgeç kulumdan, oyalim sen. Ketdi mendin xorliklar, yolumdaki tarliklar, yitlep yürgeç kulumdan, oyalim sen. Kademim ravan yolumda, kolum senin kulunda. Kademim ravan yolumda, kolum senin kulunda. Mehriban ayalim ba yanımda. Ey, rahmat ukam, rahmat. Allah rahmat bir ijodiyat bo'pti ukam bu. Hem sen o'zing nayt bek yaxshi o'rinding. Hamma erlarga vakolatan, barliq erlarga vakolatan rahmat. Endi men aka nurg'un jihatdan, nurg'un yaxshi odamlarni sizlardek ulgu qilib keldim aka. Hamda menmu bir ulgu bo'lsam-ki, biror ishdan bo'lsa ulgu bo'lsam-ki deydigan armon bilan yashayapman, tirishyapman aka. Ham ayolimniki bizning oilaga qo'shgan to'kpisi bek zo'r. Hozirgacha endi davomlashtirib kelyapti. İki balımız var, bir oğul, bir kız. Bularniki qata qo'shish jarayonida bo'lsin, meniki sahnega chiqish, o'zimniki ijodiyatlari bo'lsin. Ham kiyinish jihatdan, hamma jihatdan, ham kayfiyatimga, hamma jihatdan ayolimning to'kpisi zo'r endi jafokash. To'g'ri. Shuningga azroq bir hardug'i chiqib qolamdi deb ayolimga bo'lgan minnatdorlik tuyg'umni mush naqsh qilib yazsam, sizlarniki e'tirofinglarga erishdi aka bu naqsha. Xush bo'ldim. Ayolimga bek xush bo'ldi. Shunda bu naqshiningki tekstini o'zing ijod qilgan, ahangini o'zing ijod qilgan, butun shu naqshini o'zing ijod qilgan. Ashu hissiyoting, ashu minnatdorlik mayli ayolingga bo'lgan, mangligulga bo'lgan bo'lsin, yoki sen degandek jamiyatga bo'lgan o'zingning minnatdorliging bo'lsin. Muşu bütün muşu hissiyat muşunun jo'g'irlagandan keyin shunga hammamizni ta'sirlantiradigan, hammamizning ko'zdan yosh chiqaradigan esil ijodiyatni qildim. Rahmat. Bu naqshini unutulmas eslama, shuningga sen taklif qildik, shuni aytdim. Shu chaqdimi jamiyatda nayt mutlaq yaxshi bir inkas g'ulg'ullar qo'zg'alib ketdi. Rahmat aka, rahmat. Shuning uchun ham mush naqshning ijodiyat jarayonlarini ko'rilmalarimiz bilish kerak. Bu naqshning ijodiyatchisi o'zing, tekst o'zingning hammasi sening yurak bag'ringdan chiqqan mushu mangliguldan to'y qilib ikki balni cho'ng qilish jarayonidagi butun tatgan jafo mushaqqatlarininki sening qalbingdagi bir aks sado bunga bo'lgan mehr, minnatdorlik aks sadoying bu. Rahmat. Ammo mushu naqsha yana o'xshashlar barliq ayoli bor. Har qanday bir erning yurak tarzini shunchalik chekidi. Hem de şu unutulmaz esleme programında bu naqshini etişimde hem de bana sizlerning aileniki, ta'siri aileniki, Guljaman adamdan ikkilaniki, bir-biringlarga tutgan pozitsiyanglar, ailaga tutgan pozitsiyanglar, inoqliginglar, men mushu naqshini mushu programmada etsam bo'g'dak deydigan bir mush naqshi maslashqidek deb shuni aytgan. Shunda haqiqatan maslashdi. Rahmat aka. Rahmat sana. İcadiyetin to'xtab qolmasin, yana shuna esil ijodiyatlarni qilib turgan ukam. Rahmat. Atrofimizda bor. Pat yaqinda shu naqshini biz emvi qilib, buni ishlab jamiyatga chiqaramiz. Rahmat aka, rahmat. Rahmat aka, rahmat aka. Rahmat aka. İbrahim ukam. Qana tashqima. Mangligul qana avolingiz yaxshimi? Tashqima. Men binodan tushib qolg'ich sizlar chiqib qolibsizlar. Yomon chaqqan jimonsan. Qanday avval yaxshida? Yaxshimi aka? Yaxshi. Uzoq bo'libdi biz. Shuni deyman, xil uzun bo'lib qolibdi, ko'rishmagilar. Endi ancha uzun bo'lmasin, uzun bo'lgandek tuyuldi ekan, biz davomli ko'rishib turgan ekan. Chiqar falan payman. Ko'rdik. Fezuga tutdi bu biya. Feyzuk ketganligini his qildim.
ukam ikkimiz mana bu yil 2023 yılı desek mana 20 yıl oldu ikkimizga tanışqan ha. 2003 yılı tanışqan. O çağda sen mi yap yaş balıktan emdi men mi qayırıp ketdi. Ya. Siz qayırmadınız. Emdi ikkimizning hikoyamiz pek uzun ukam. Qarindoshlik mehr muhabbetimiz desek mi bo'ladi. 2003 yılı tanıştık. Mush jarayonda nurg'un yo'llarni mangdik, nurg'un ishlarni qildik. Nurg'un ijodiyatlarni qildik. Ash ijodiyatlarning asosida biz 2013 yılı 6. ayning 1. kuni mi? 6. ayning 2'si. 6. ayning 2'si. Shu bizningki xalq sarayida İbrahim Qurban ijodiyat naqsh kechiligi g'albilik bilan ashada o'tkazib oldik, shunami? Mana 10 yil o'tdi. Bunun mu oyunu? Ha, bunun 10 yil o'tdi. Uzun jarayon o'tibdi aka. Ammo siz jabhat attınız. 2003'ten başlasak hazır 20 yıl olganmasa 20 yıl jarayonida bo'libmi shu mening kechiligimniki aldı kendiki ishlarda yaxshi jabhat attınız aka. Tang tatdik jabhat. Qayirib ketdim desang sizni qayirib atgan men bo'lib qoldigandek bir esib qo'ydim. Endi emas. Men sen bilan tanışıp, aralashib, sening naqsh ijodiyat kechiligingni qilish jarayonida taqa yashirib ketdim men. Yashirib qolganman o chaqlar. Rahmat aka. Nihoyatda jafoliq bir jarayon bo'ldi endi bu. To'g'ri sen degandek men bu jabhat atdim, sen taxmi bek jabhat atding. Ijodiyatni o'zing qilding. Anandan keyin endi bu o'liqi riyosatchilikni majburladim. Chiqish riyosatchilikni o'zing qilsa sen tildimi yaxshi bo'lgandan keyin deb. Hamda 11 yangilik o'zimizga xos o'zining xosligi bilan mengan narsa bu mana aytganda. Rahat bilan bo'ldi aka. Hamda siz meni chiqish qilib turib, mening qalbimni, mening orzuyimni, mening hissiyotimni hammasini chiqish qilib turib, menga bizamniki men biladigan ishlarni yuklidingiz aka bu. Hamda bu shu mana aytganda 20 yil bo'ldi. Cho'ng bo'ldik. Balılık bulduk, boğan ballarımız çoğulup, mesela ben 3 nevirlik buldum. Sen mi Mağlı Gül işkinla nahayeti capalık, mürünü getirip, yürekni tutaştırıp, işki balını nahayeti çıraylık çoğun kıldınla, işkilisi hizmetli oldu, sizlerini hatırcam kıldı. Bu mu hem de, hakikaten bu mu bir çoğun netice hemen açıtkandı şu? Hem de hemmesi şu biz hem de atqı mingendiğin keyin bo'ldi aka shu o'zimniki san'at kasbimni taraqqiy qildirishga sizning qo'shgan tuhfangiz zo'r. Ballarniki o'qishimi asosiyatdan hamma shu uyda bir ulgu bo'ldiganga sharoit yaratib berdingiz aka. Rahmat aytaman sizga. U o'zingning qobiliyating, o'zingning iqtidoring, o'zingning tirishchanliging ekan. Rahmat. Sen ikkimiz oldin kunda chiqqan bir şüphe alamet etdi var. Nurg'a adam yoqtiribdi. Nurg'a adam yoqtirib ko'ribdi. Endi sen hozir mana bizniki Kuldur programmasininki taklifga asosan birisi ikkinchi maydonninki sho'ba maydonining riyosatchisi bo'ldi. Yana birisi ham hozir ansam seniki chiqish oldi turibsan, shunami? Sen endi mana ekran oldida do'yinda nurg'un odamlarning yaxshi ko'rishiga erishdim. Shunda erkin ifodadim. Sahnaga aldın qıtım biraz nimaga chiqibsan? Nimaga? To'qushuv chiqibsan darsiga. Endi men sendan sen tamtirab qolasanmi? Ozroq jiddiylashyapman. Yo'g'on bo'lgan aka teshimi bilinmaydi ekan. Teshimi bilinmaydi. Lekin jiddiylash bormi yo'qmi? Jiddilash ozroq bor. Hech nima bo'lmaydi. Sen ikki chiqibdi shunda gapni boshlasanlar menimcha. Ketsa. Sizlar endi bu yoshlarimizning ichida tirishayotgan, o'zingning aql parastligiga tayanib, o'zingning tirishchanliging bilan bu xalqqa ko'rinib, xalqqa nurg'un ma'naviy yaxshi narsalarni ma'naviy zavq ato qilib, ma'naviyatini beyitib kelyapsizlarmi? Buning uchun texnik tirishinglar. Rahmat aka. Ma'qul, rahmat. Ma'qul. Men bir tarbiya qildim emas, lekin bir o'rtoqlashimiz bor. Bo'ldi aka, ma'qul. Lekin ko'p uchishimiz aka, ko'p kelishimiz ham. Yana Nijat Yulduzga berib turinglarmi? Beramiz aka. Ma'qul aka. Ma'qul aka. Nijat. Keldingizmi? Rasmiy aka ish qilmadi. Ushla o'zimni turpon kaqandagi his qildim emas mama yalar ko'rib. Qadimiy o'ylar. Ammo rasm kuchchilik boshqa yo'q besh o'l yo'q aka. Butun manzil shu ichil bak emasmi? Hamma manzillar shunda joyda ish qilib o'rnim yaxshi edi aka. O'rnimi haqiqatan shahar markazi emasmi? Bu qatam hamda Kuldurga
maylıqı yana bir şöbe meydanındaki riyasetçisining birisi bo'lib keldi vaqtda. To'g'ri. Sening hamda do'yindagi asarlaringni ko'rib turyapman. Bag'ansira taxmin o'chib ketib qoldi bu ishlar. Rahmat aka. Ha? Rahmat. Hozir yaxshi-ku endi, ha? Yaxshi ish qilib. Pichandan hamda nima sendan boshqa pichan san'at demekdikilar, naqshlar demekdikilar kelmoqchi-ku. Ha, ular keldi ekan. Dolqin Tanjanlar, Olimjonlar, ashlar kelib Nazir kun o'rlaydigan bo'ldi. Andan keyin bir etot o'rlaydigan bo'ldi. Andan keyin pichan vakolatan sen mana bo'lsang, mana Rausma qatiman pichan naysini ha, Yaxshi. Shuni tayyorlab yaxshi qilib chiqdim aka ish qilib. Bo'pti, rahmat. Qolganimni ko'rmanlar bir baho bersa. Obdan qilibsizlarmi? Yaxshi. Aramabsizlarmi? Yaxshi. Ham manda. Bu qatam nima kuldirdan keyin 4-qarorga keldinglar. Gerçi o'zingiz hamda bu qatam afsus saniga chiqishga sizlarga san'atda o'zingizga ham yuqori talab qo'ygandan bo'lgan keyin men tayyorliqsiz ham chiqib qolsam bo'lmaydi deb o'zlar degandan hamda bu qatam sizni ta'minat qilmadik lekin shuna bo'lsa-mu yaxshi o'g'lingiz bilan Şireli ilişkisini yaxshi bir asarni tayyorlab akapsizlar. Men bunga ko'pdan ko'p rahmat. Abdurashidxonniki sizlarning 80'lardan boshlab hozirga qadar shu xalqimizga sungan ma'naviy o'siqlar shu sizlarning emgakinglar, ajringlarni hammadan biladi, hammadan bilamiz. Bu qatamda o'zingiz kelib qo'shin boshlab kelib taklifimizga asosan xizmatingizni qo'llab keldingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Bo'lsa ham shu biz yana 8-9 yilda 5-nimani surat olamiz. Hava vaqtida o'zingiz boshqa yaxshi namozda tayyorlab necha vaqt bo'lgan ekan. Allohni yetaklab, yana shu bolalarni yetimlar uchun yetaklaymiz emasmi? Qatnashmagan bo'lsangiz, eng avval shu masani qatnashmaganimizni sizni qarshi olaman. Rahmat. Rahmat aytamiz. Ko'p rahmat. Rahmat. Meningki bu dakika Küldır programmasınki 4-songa farzandlarimni yeteklab kelib o'zimning programmadagi qatnashayotgan barliq ustoz san'atkorlar, bağlıqçılar, shundaqla korxonchilar ham ekran oldidagi ko'ruvchilar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men salomatligim yor bergan doir ichida bundan keyingi sonlarga, ya'ni yaxshi yangi davriga mos keladigan nodir sahna asarlarini ijod qilib farzandlarimga shundaqla o'zimga yuqori talabni qo'yib yuqori sifatda xalqimiz yoqtirib ko'radigan kuldirga itot asarlarni o'rinlashga tirishchilik qilamiz. Davomli hamkorlashimiz bo'ldi. Mana bu rasmiy shu Yarıştı mı? Ha, yarışibdi. Bizning bu endi 4-qaror bu Küldir programmamizga kelib bizni qo'llab, esil sarxil nomerni bilan ag'ash kelganingizga rahmat. Ben hoş buldum. Şu programmaga qatnashganimdan. Akşam ben keşkep kaldım. Turist kısam sizler işlevatipsizler. Kecha bir vaqt ishlabsizlar. Hoş bulduk bitta. Shuninglar bugun etigan keliblar. Tayyorliqlarni bitirib va qarasam endi bu kuldir sahnasida asosan shu yumorlar, kulki chaqchaqlar bo'ladi. Xudo qitim bir lapar bersak, bu bir rangli. Hamda ma lapar, hamda o'zimizniki bu lapar san'atimiz bu Cumhur medeniyet xazinasidagi nayt muhim, nayt xushparaqliq, nayt isil bir gunda. Rahmat sizlarga. Arzimaydi. O nima? Kim Emra kim o? Endi Emra hozircha shu Urumchidan. Ha, Gülistanmi? Gülistan. Gülistandan bir qizcha. Gülistan, qani? Qani? Arshamda biz ishlaymiz. Ha, bo'pti. Shu qizchaq bilan men Xotandan keldim. Bu qizchaq Urumchida. Ishimiz bilan uchrashib, bayon bir azroq bir repetitsiya qildi. Hamda hozir sahnada ahvolni bir sizlarniki ism ma'rifatinglarni ko'ramiz-ku hamda. Shunday hamda. Şu tantiramizmi qanday qilamiz hamda? Tantirashlik gap Ya. O'zimizning sahnasi. Yaxshi hamda. Elimda ifodalarini ko'ramiz, ha. Bir kuldir programmasini 5 uchun. Tirishal ko'kstimizda. Rahmat.